Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan 9-darsimiz. Bugun sizlar bilan slice metodini ko'rib o'tamiz. Slice metodi stringdan ma'lum bir qismini ajratib olishni ishlatiladi. Asl stringni o'zgartirmaydi, balki yangi string qaytaradi. Ishlatilish yo'llari matndan biron bir qismini qirqib olmoqchi bo'lsangiz, misol uchun oddiy bitta matn bor, uning ichidan bironta so'z yoki gapni kesib olmoqchi bo'lsangiz ishlatiladi. Foydalanuvchining ismi, domen yoki sanani ajratib olish uchun kerak bo'ladi. Agar beketdan foydalanuvchini ham ismi ham familiyasi keladigan bo'lsa, agar faqat ismini ajratib olmoqchi bo'lsangiz yoki domenlarning ichidan ma'lum bir nuqtadan keyingi yoki belgidan keyingi qismni ajratib olmoqchi bo'lsangiz ham ishlatish mumkin. Slice metodidan foydalanish, ya'ni kodni kopiya qilib olaman. Bu yerda bitta tekst o'zgaruvchisi bor va JavaScript zo'r dasturlash tili degan matnni saqlaydi. Keyin part degan o'zgaruvchi e'lon qilamiz va text o'zgaruvchisini chaqirib slice metodini chaqiryapmiz. Slice metodi ikkita qiymat qabul qiladi. Ya'ni qayerdan boshlab qirqishni va qayergacha qirqishni berishimiz kerak. Birinchi qiymat qayerdan boshlab qirqishni indeksda beramiz. Ya'ni JavaScriptda indeks 0 dan boshlanadi ko'plab dasturlashlar kabi. 4-indeks bu J harfi bo'ladi va 10-indeksgacha qirqyapmiz. Ya'ni 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10-indeksni o'zi kirmaydi. Ya'ni mana bu yerdagi probel 10-indeks bo'lib qoladi, 10-indeksni o'zi kirmaydi. Terminalni ochib olaman. Node strings.js. JavaScript degan so'zni o'zini kesib oldi. Agar shu yerda zo'r degan so'zni o'zini qirqib olmoqchi bo'lsak, indekslarni o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun 10-indeks bizda probel edi. Z harfi esa bizda 11-indeks bo'ladi. 11-indeks. Va 11, 12, 13 mana bu belgiyan bitta string hisoblanadi. 13, 14. Agar men 14-indeksni qo'yadigan bo'lsam, r harfi olinmaydi, chunki 14-belgini o'zi kirmaydi, indeksga o'zi kirmaydi. Z ö harfini olib qo'ydi. Ya'ni 14-indeksni o'zi kirmaydi, shu 14-indeksgacha bo'lgan joyini qirqadi. Agar 15 deb belgilaydigan bo'lsam, zo'r degan so'zni o'zini oldi. Buni kommentariya qilib qo'yaman. Keyingi qism manfiy indekslardan foydalanishimiz mumkin. Buni kopiya qilib olaman. Bu yerda oddiy text degan o'zgaruvchisi va dasturlash juda qiziq degan stringni saqlaydi. Console.text text slice metodi chaqirildi va -6 qiymati berildi. Ya'ni minus qiymat bizda oddiy musbat qiymat beradigan bo'lsak, matnni boshidan boshlab qirqardi, manfiy qiymat oxiridan boshlab qirqardi. Faqat farqi ikkita qiymat bera olmaymiz, faqat bitta qiymat berishimiz kerak. -6 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-indeksni o'zi kirmaydi. Qiziq degan so'zni o'zini olib berdi. Shu bilan bugungi darsimiz tamom. Hammaga rahmat.